Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Karol Gaming. Ushbu videomizda FC Mobile'ning ikkinchi qismini olamiz. Xullas, ikkinchi qismida ashincha keys yig'ib qo'ydim. Buni ochib ko'ramiz. Keyin nimaga Dream League video chiqmaganini video davomida yoki oxirida aytib o'tib ketaman. Sababi xullas Dream League'da ayrim muammolar bo'lyapti. Ash sababli video chiqishi ancha qiyinlashib ketdi. Xullas, sekin videoni boshlayveramiz. Dream League haqida oxirrog'ida gaplashaveramiz. Qani bo'lmasam, keyslarni ochishni boshlayveramiz. Men bu endi nimaga sal masalan o'ynamasdan ham 10 soatlab keys ochib o'tirsa bo'laveradi. Sababi mana bir 3 ta match o'ynab qo'yib, 30 ta keys, keyin kecha 11 ta keys ochganman. Sekin buni ochamiz. Birinchisiga bitta 10 tali ochsak. Bismillah, ketdi. Bu Pineda. Igor Jesus. Ha, bo'pti, bo'laveradi. Kim edi bu? Tanaka. Aliga boru tanka. Anondagi. Danielmi? O, zo'r. Haligindagi tanka bor edi-yu. Yana bitta 10 tali ochaylik. Kanan to'lmaydi yo to'lmaydi. APG'ni direktori Shazot aka tanka. Ha. Yomon o'xshatdim. Gusto. O Perez o'g'limigina. Endi bu yerni sekin tirs ochaveramiz. Andre Luis. Friedrich. Halina bayroqlar ko'rsatganda oxirigacha ko'rar dedi. O Ratiu. Bular ko'rmagan o'yinchilarmi? Voy, Hudberg deb yozib qo'yibdi. Kim edi bu? Kan. Yaxshi. Bu kim bo'lishi mumkin? Mana eng oxirgi case bundan mana Apple'dan kimdir tushadi. Mana shu yerdan 117 kimdir tushadi hozir. Qani? Ketdi. Tanlaymiz ekan. Kim tanlaymiz? Menda Bellingham bor. 100 nechi kartasi mana shunaqa. Mbappe tanlaylikmi yo Yamalnimi? Mbappe tanlaylar. KFO'da. Ana tushdi. Bitta ochganimizda. Endi qolganiga ma'lum ochib yuborsak ham bo'laveradi. Lahm bor ekan mayda. Qaysini ochishni bilmayapman-da. Ashincha ochsa bo'ladi hozir. 6 ta ochsa bo'ladi. Mana mashinaga ochish kerak. Luis Diaz bor ekan. Musiala keyin. Voy, shunga ochib ko'ramiz. Ketdi birinchisi. 5 kim tushdi? Dewsbury Hall. Evertondan ekan. Davay ikkinchisi. Go. Isco zo'r. Real Madrid afsonalari deydimi? Ashuna. Yana bitta. 5 yana hinavat karta tushdi. Udogie. Tanina. Yana başla oyuncu tushdi. Kan.
hozir tushadi bu. Yana bitta. Bu tushdimi yo tushmadimi? Ha bu Boris. Ha bu ham tushgan ekan. Phaser. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. 110 bo'ldi. Uni bitta chopamiz, 112 bo'ladi. Uni chopamiz. Ko'paymadi. Fingerimiz yo'q ekan, left finger. Нормальный muammo. Mana 105 turar ekanda DNA degan. Bittasi left finger muammo bo'lyapti. Lekin buni bitta qo'ysak. Short passni ancha kuchaytirib berar ekan. Menimcha bo'ldi. Varada ham yo'q. Varada bilan left finger kasha. Endi biz Dreamligani gaplashsak, Dreamliga yuto'laman. Dreamliga kelsak, hozir menda nima muammo? Ko'ach muammo. Sababi transferga yig'ish manaqa 435 dan turibdi. 565, 500 tangalik o'yinchilar turibdi. Full. Keyin masalan klassik playerlardan mana endi bordi. Emiliano Martinez mashina full qilishga hozir yetadi. Mashina full qo'ysam bo'ladi hozir. Bu emas mana. Mashina full qilaman, masalan ertaga video chiqadi. Bunga qana full qilish kerak? Mashina hozir eng katta so'roq ostida turibdi. Masalan, buni bir 94 chiqadimi yo GKH'sini 90 qilib tepasini boricha berish kerakmi? Bo'lmasa GKRga 100 berib turib, tayini 88 bo'lar ekan, mana shunaqa bo'lgan. Ashna berish kerakmi? Vashi qiyin tanlov deydimi? Vashi qiyin ekan. Keyin aytdi Udiger aytdan Gyokerish bilan Ronaldo deb qo'yganman. Buni full qilishga Kovac vashi yetmayapti. Fitness mana tepasini chiqarish kerak. Bu 3 ta statistikaga 3 tadan 9 ta bo'ldi. Borani 10 ta berildi. 30 ta-yu mayaqdan bittasiga bu 50 ta ko'chim borda bitta o'yinchiga. O'rtacha u yetmaydi. Kamida 80 ta bo'lishi kerak. Gyökereshga yetadi. Mo'ra yetmaydi. Mo'ga o'qib chiqaring. Sababi bu hamma fitness berib yuborish kerak tepasiga. Bo'pti masalan Ronaldoga ham bo'ptani. Speed acceleration stamina sterala 90 qilib turib, tagiga bersa ham baribir yetmaydi. Shuning uchun yo masal o'ylash kerak, bitta yangi akkaunt ochib turib, mashinaga Kovac yig'ib, bitta o'yinchi kuchaytirib sotaverishim kerakmi? Yo undan adbuji Kovac yig'ishim kerakmi? Anaqani bilmayapman. Agar akkauntinglar bo'lsa, agar kuchaytirib berish videosi bo'lsa, aytinglar, birga video qilamiz. Masalan, YouTube kanallar bo'lsa, ular video qilib yuboramiz. Masalan, shkochilar normalniy, masalan, men kuchaytirmagan o'yinchi bo'lsam, kuchaytirsam ham masalan, menda yo'q, masalan, Yamalni kuchaytira olmaganman. Dembeleni ham kuchaytira olmaganman. Mana shunaqa ashlarni ham kuchaytirib qo'yaveramiz. Agar masalan menda Vitinha, Valverdelarni kuchaytirmaymiz, to'g'ri.
Masalan, eski o'yinchilarni ham kuchaytirish bo'lsa, uni ham qilaveramiz. U qanaqa bo'ladi? Menga akkaunt berasizlar, birga turamiz. Men yana bitta telefondan qo'yib olaman. Telefonga nima beray aka? Ha, bo'pti, pastga beraveramiz. Salibdan sarflashib, sekin beraveramiz. Ashtaqa bo'ladi. Prosta unga kodinglar ochiq bo'lishi kerak. Menimcha yetadi shu kod ochiq bo'lsa. Ashiga ko'ch muammo. Akkaunt bersanglar, birga full qilaveramiz. 2 kishilashib, masalan, bittamiz Telegramda chatda qilaveramiz. Muhimi shu, xullas ertaga Martinez videosi chiqadi. Buni ham kommentda yozib ketarsizlar. Qanday qilib kuchaytirish kerak? Eng katta boshim og'ritayotgan narsa shuna bo'lyapti. Men o'ylayapman, PKXni 90 qilib qo'ygan hammasini reaksiyaga berib yuboraymikin desam, reaksiya 98 mi, 97 mi bo'lib ketib qolyapti. Xullas, ancha muammoli narsa bo'lib turibdi hozir. Xullas, hammalarga rahmat. Kerak bo'lsa ham yozaverasizlar. Komment yozsanglar, o'zim lichkamni tashlab qo'yaman. Xudo xolasa 24/7 onlaynman. Hammalarga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.